Meksikadan hammaga salom. O'zbekiston milliy terma jamoasiga oid ikkita yangilik. Birinchisi, Jaloliddin Masharipov jahon chempionatida ishtirok etmasligi rasman aniq bo'ldi. FIFA tibbiy qo'mitasi o'sha tibbiy xulosalarni qabul qilgan va Jaloliddin Masharipov bilan bog'liq vaziyatga o'zini ruxsatini bergan, ya'ni o'yinchi almashtirishga ruxsat berishgan. Demak, 26 talik ro'yxatdan Masharipov tushib qoldi, uning o'rniga Ruslanbek Jiyanov kiritildi. Ikkinchi xabar, O'zbekiston Markaziy banki terma jamoamizni ilk mundialdagi tarixiy ishtirokiga bag'ishlab tilla va kumush tangalar zarb etibdi. 999.9 asrlikdagi ushbu tangalar orqa qismida oq bo'rini tasviri mavjud va unda 26 nafar futbolchimizdan oq bo'ri shakllantirilgan, shunaqa chiroyli dizayn qilingan. Oldida esa o'sha tarixiy ishtirok haqidagi yozuvlar mavjud. 18-iyundan tilla va kumush tangalar sotuvga chiqarilar ekan. Hozircha mana shu ikkita xabar. Bugun Meksika vaqti bilan soat 17:00 da terma jamoamiz uchib kelishi kutilmoqda Mexico City'ga, AQShdan. Oh, Colombia! Hey, can you picture with you? Yeah. Okay, perfect. Okay, no problem. Kolumbiyalik muxlislar bilan biz rasmga tushadigan bo'ldik. Yeah. What's your name? Lucas. Lucas. Oh. What's your name? My name is Khushnut. Khushnut? Khushnut, yeah. Hello. Thanks. Thank you. Hey. Bro, good luck, bro. Hey, Good luck. Good luck, Lucas.